ismli shinam mushukning qishki kecha sarguzashtlari. Minti ismli mushuk qanday manzara. Sovuq qish kechasida iliq kakao ichib, zafirlar balandda suzib yurib, u osmonni tomosha qilishga tayyor holda yaqinlashib, o'zini quchoqlab oladi. Sham yorug'ligi yumshoq va yorqin, mildi mindi shinam kino kechasiga tayyor. Juda baland qilib qurilgan Adyol qal'asi bilan, o'zining shinam zalining malikasi. Minti ismli shafqatsiz mushuk mo'rlaydi, o'ynaydi o'z o'rnida. Issiq kakao ichib, filmlar ko'p, har bir eshik ortida sarguzasht kutmoqda. Choynak xishtak chaladi, suv quyish vaqti keldi. Minti filmlar tomosha qilmoqda. Oh, qanday ajoyib kino marafoni u zonada. Choy ichib hech qachon yolg'iz emas, yorgan va yostiqlar balandga yig'ilgan. Mintining qal'asi osmonga ko'tarilgan, kulish va o'ynash uchun shinam joy. Mintining dunyosida bu har doim qiziqarli kun. Mavsumiy ichimliklar, yoqimli lazzat, qovoq lattelari, dolchinli shirinlik. Mintining shinam filmi yoqadi. Qor parchalarining qanday tushishini tomosha qilish, yumshoq va qalin yeyish uchun qulay taomlar. Mazali, mazali, mazali popkorn va pitsa, mana ular keldi. Filmlar va gazaklar mukammal moslik. Mintining har bir film seriyasiga tayyor. Mintining shafqatsiz mushuki mo'rlaydi, o'ynaydi o'z o'rnida. Issiq kakao qultumlari va sevish uchun filmlar, har bir eshik ortida sarguzasht kutmoqda. Teman yonida alangalar yorqin raqsga tushadi. Mintining shinam mahkam mo'ralgani. Kinodan qochish, o'zini juda erkin his qilish, kulish Ko'rganingiz uchun rahmat. Like, share va subscribe qilishni